kilometr kvadrat 77 kishi sig'adi deganim. 2021-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda 1 kilometr kvadrat yer maydoniga 77 nafar doimiy aholi soni to'g'ri kelgan. 1991-yilda O'zbekistonda 1 kilometr kvadrat yer maydoniga 46,1 kishi to'g'ri kelgan ekan. 2021-yilning 1-iyul holatiga ko'ra esa O'zbekistonda doimiy aholi soni 34,9 million kishini tashkil etgan. Ko'ringiz qanaqa farq ko'ryapsizmi? Endi qo'lga ham hojat qolmadi. Android 12 ning beta versiyasi maxsus imkoniyatlar ilovasida smartfonni yuz ifodalari yordamida kontaktsiz boshqarish funksiyasi topildi. Foydalanuvchi tabassum qilish, og'izni ochish, o'ngga yoki chapga qarash, qoshlarini ko'tarish va boshqa imo-ishoralar orqali xabarlar panelini ochishi va smartfonda turli harakatlarni bajarishi mumkin bo'ladi. Xitoy yana nigohimizdami? Xitoyda qanaqadir o'latga chalinish holati topilibdi. Xitoyning shimoli-g'arbidagi Ninsia-Hues avtonom okrugida bubonli o'lat bilan kasallanish holati qayd etilgan. 55 yoshli Sidzushan shahrida yashovchi qo'shni ichki Mo'g'uliston avtonom viloyatida chorvachilik bilan shug'ullanuvchi ayol hisoblanadi. Shifokorlar uning ahvolini og'ir deb baholamoqda. Ayolda kasallikning birinchi belgilari 14-avgustda paydo bo'lgan. Hukumat esa allaqachon o'ta xavfli infeksiya tarqalishining oldini olish uchun shoshilinch choralar ko'rish mexanizmini o'rnatgan. Bubonli o'lat. Bubon. UFC. Xo'sh, Habib UFC aksiyasini sotib olganini ma'lum qildi. Biz buni muhokama qilganmiz. Men UFCda katta istiqbol ko'ryapman, dedi Nurmagomedov. UFCni sotib olmayapti, aksiyalarini faqat hazillashdim.